Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Men tez semiraman. Birinchi bo'lib dumbam semiradi. Qornim tez kiradi. Dumbamni qanaqa qilib kichraytirishim mumkin? Javob uchun oldindan rahmat deyishibdi. Buni o'ziga yarasha sabablari bor. Misol uchun, ayollarimizda estrogen gormoni yuqori bo'ladigan holatda asosan dumba, son qismidagi yog'lar tezroq yig'ila boshlaydi. Ba'zan genetikaga ham bog'liq, aynan dumba, son qismidagi yog' hujayralari faol ishlaydi va eng asosiy sababi o'tirib ishlaydiganlarda. Aynan o'tirib ishlaydiganlarda shu son, dumba qismidagi mushaklar ko'p harakatga kelmaydi. Natijada aynan shu zonada qon aylanishi buziladi va son, dumba kattalashadi va ozishi qiyinlashadi. Dumba va sonni ozdirish uchun eng birinchi o'rinda sog'lom ovqatlanish va ovqatlanganda ham ratsiondan shakarni butkul olib tashlash kerak bo'ladi. Undan tashqari, inayzdov va berberin iching. Yog' hujayralari yog'ni tezroq qo'yib yuborish uchun va insulinni pasaytirish uchun. Muntazam ravishda mushak mashqlarini bajarib borishingiz kerak bo'ladi. Aynan qaysi mushak mashqlarini bajarsam ekan deb o'ylab turgan bo'lsangiz, men siz uchun Telegram yopiq kanalimga aynan o'sha mushak mashqini tashlab qo'yganman. Uni olish uchun kommentariyada plus belgisini qoldiring.